Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Karim. Alloh taolo karamli zot. Alloh taoloni fazilati, fazli juda katta, juda ko'p. Alloh taoloni beradigan ne'matlari cheksiz. Uni chegaralab bo'lmaydi. Buni bayon qilib bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi aytadi: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Allohni bitta ne'matini hisoblasangiz, uni foydasini, bo'lmasa ziyonini, o'sha ne'mat bo'lmaganda inson qanchalik qiynalardi. Sanab uni oxiriga yeta olmaysiz degan. Xo'p, lekin inson o'sha ne'matni to'g'ri foydalanishi ham mumkin, noto'g'ri foydalanishi ham mumkin. Alloh bir insonga masalan boylik berdi. Boylikni inson halol narsaga sarflasa to'g'ri foydalangan bo'ladi. Haromga sarflasa noto'g'ri. O'sha boylikni sadaqa qilsa, zakotini bersa, boshqasini qilsa, unda savob oladi. Isrofgarchilikka sarflasa, bo'lmagan to'ylarga, bid'atlarga, xurofotlarga yoki shunday bir narsalarga sarfladi, uni oxiratda savobi yo'q. Muboh deb qo'yadi-da. Qayta uyni bezaveradi, uyni remont qilaveradi. Hojat emas. Yangi remont chiqibdi, yangi chiroyli stil chiqqan, shuning uchun foydalanyapti. Ya'ni Allohning bergan ne'matini foydalanganda insonlar ikkiga bo'linar ekan. O'sha ne'matdan foydalanib oxiratini qurganlar, o'sha ne'matdan foydalanmasdan oxiratini buzganlar. Endi ro'za Ramazon oyi kirib, lekin o'sha Ramazon oyida ham ba'zi bir insonlar, Alloh saqlasin, o'zini oxiratini buzib olishi ham ehtimol ekan. Bunga dalil qatori Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jamladi minbarning yoniga. Sahobalar aytadi, biz barchamiz o'sha yerga to'planib turdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarni birinchi zinopoyasiga oyog'ini qo'yganda amin deb aytdi. Ikkinchisiga qo'yganda ham amin deb aytdi. Uchinchisiga qo'yganda ham amin deb aytdi. Shunda sahoba radhiyallohu anhumlar xutbasini yakunlagandan keyin Payg'ambar alayhissalomdan so'radi: "Ya Rasululloh, biz sizdan bugun shunday bir holatni ko'rdik, shu kunga qadar ko'rmaganmiz." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima uchun amin deb aytganini bayon qilib berdi. Birinchi zinopoyasiga oyog'ini qo'ygan vaqtda Jibril alayhissalom duo qilgan ekanlar. Ramazon oyiga kirib gunohi kechirilmagan banda bu xor bo'lsin degan ekanlar. Rasululloh amin deb aytdi. Ikkinchisiga oyog'ini qo'yganda Jibril alayhissalom shunday duo qilganlar: agar sizni nomingiz chiqib, ya'ni Muhammad alayhissalomning ismi zikr qilinsa, lekin o'sha yerda turgan insonlar salovat aytmasa, u insonlar ham xor bo'lsin deganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amin deb aytdilar. Uchinchi zinopoyasiga oyog'ini qo'yganda ota-onasini ikkovlari yoki yo'q deganda bittasi tirik bo'lib, ularni duosini olib jannatni vojib qilib olmagan banda ham xor bo'lsin deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin deb aytdilar. Aziz birodar, bu duoga juda ma'no beraylik. Duoni qilayotgan bu kim? Jibril alayhissalom. Amin deb aytayotgan bir bizga o'xshagan gunohkor insonlar emas, balki ma'sum bo'lgan gunohdan pok bo'lgan payg'ambarlarning imomi bo'lmish Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Duo qilayotgan Allohga eng yaqin farishta. Amin deb aytayotgan bandalarning eng afzali, payg'ambarlarning ham afzali bo'lgan Muhammad alayhissalom. Demak, bu juda muhim masala. Shu 3 toifadan bo'lib qolmasligi uchun har bir inson o'zini atrofini qarasin. Masalan, hozir barchamiz Ramazon oyida turibmiz. Mana juda ko'p vaqtlar bor albatta. Ramazonning ko'p kunlari ham o'tmadi. Endi Ramazonning oxirigacha gunohlarimizni
kechirishlikni Alloh taolodan so'raymiz va barchamiz gunohlardan poklanishga harakat qilamiz. Durri Mansurni, ya'ni boshqa bir rivoyatda hatto Jibril alayhissalom payg'ambarimizga aytgan ekanlar. Amin deb ayting debchi. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonni xor bo'lishligiga bu rozi emas, lekin hukm kelgan. Sababi juda ulug' yerda turib, juda bir Alloh katta imkoniyat berib, Alloh o'sha bergan imkoniyatni inson foydalanib, o'sha bir yaxshiliklarga yetmaganligi uchun Jibril alayhissalomni bizga achchig'i kelgani. Ya'ni juda katta ne'matni ustida turib, nima uchun sen shu ne'matga yetmayapsan? Bu insonni Alloh saqlasin, bir saviyasini pastligi. Shuning uchun barchamiz harakat qilamiz. Alloh taolo yuqorida aytilgan 3 ta toifadan barcha musulmonlarni saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.